Xo'sh diyalmidim. Abduri Gulchehra Abduqodir. Ovozda Toyirjon Yusuf, Rahila Musa. Birinchi qism. Hayotimni qismatlarimning ochiqlari bilan tovlagan. O'zimni o'zim borlig'im bilan qabul qilayotgan. Hammani unutib ketishlarim bilan go'zal bir hayotga bag'rimni echiyotgan. Arzusiga yetish uchun tirishayotgan. Oddiy bo'lsa-mu, o'zimga tushliq nishonim bor bir qiz edim. Biroq bu hayot safarlarimga ko'z tegdimi yoki rizqimga shundoq putildimi bilmadim. Texmi ig'ir taqdirim menga xiris qilgan edi. Men betalay taqdirlarimga hayron bo'ldim. Hayotning bu chaqchaqlaridan o'zimni yo'qotdim va to'limi o'tinish talaffuzida doktor, o'tinay, qaytadan tekshirib baqsangiz. Menga emir-chimir ko'rinayotgan qor xatlik ismim yozilgan kasallik arxivimni doktorimga ko'rsatib turib, eng oxirgi umidlarim bilan doktorimdan o'tindim. Doktor sestraga ishora bilan meni yondagi ayrimxonaga buyurdi. Men ojiz tenimni ig'ir qadamlarim bilan so'rab, sestraga agishib, yondagi bo'libga kirdim. Sestra to'limi siliq, o'tinish talaffuzida mening bir oz saqlab turishimni, ammo doktorga moslashishning muhimligini izohlab qo'ydi. Bu bo'limning jimjitligiga qo'limdagi ranglik negativlar, qon tekshirish qog'ozlaridagi natijalar, yuragimning ochiq sanjiqlari qo'shilib, meni qo'rqinchli taqdirlar ustidagi reallikqa so'rab mangmoqda edi. Singlim, sizni saqlatib qo'ydim. degan eng yaqin, mehrlik ovozdan diqqatimni yig'ib, 55 yoshlar chamisidagi oq yuzlik, yo'g'on ko'zlik doktorimga umidlik ko'zlarimni yutkadim. Qayta tekshirishingizni saqlab, men nimalarni da'vatqinimni o'zimni anqarolmadim. Agar putlarimda kuch, o'zimda ishonch bo'lsa, dadam sifat doktorimga tezlanib, shifoliq qo'llariga yenish-yenishlab suyib turib, meni qutqizib olishini o'tinatdim. Hech bo'lmaganda bu kasal bilan emas, boshqa bir taqdirlar bilan ketishni talab qilatdim. Lekin taqdirning oldida chorasiz, amalsizman. Doktorimning so'zlariga diqqatimni yig'dim. Singlim, shuncha tirishsaqmi, kasal bilan kuch elishamoqda. Sizgami tushunishli hamma ahvol. Maqsadga yetkazsam, natija yanada o'xshash. Kasal kontrol qilish bosqichidan o'tgan. Amalsiz bayatli bo'lsa, eng yaxshisi yaqinlarimizga endi vaqt bachchi. Balkim boshqalarning yordamiga muhtojsiz. Bu mening samimiy isbatishim. Men yana qanchalik yashayolmayman, doktor? Dadamning titrayotgan ko'zimni zo'rg'a bosib, hayratga qoldim. Men xuddi eng oxirgi tunutimda yashayotgan. Bir soat degan javoblarga erishadigan beklar umidsizlik. Biz doktorlar bemorlar kunlik beramiz. Mo'jiza yuz berishiga ishonamiz. Doktorning qaralashgan qasamligidan men hammani tushundim. Men qaytar dedim. Yuzimni tutdim. Chiqar ishigini alamlik bir dunyoga qolandi. Tegiga latqaga cho'kildi. Latqadan chiqish uchun tirishyapman. Tirnoqlarim qonimoqda. Men mag'dursizlanmoqdaman. Asta-asta
Zotqala meni tutma. Nefeslerim bekmi acizleşmoqda. Hadi uyimizga apirib qo'ying. Dasturxondan ko'maksiz, to'limi xayr va bechora holda chiqayotganimda yaqinlik bir ovoz, chiroyli bir qiz meni o'zi yashayotgan yo'lda men zariki, men nereden chiqib, nereden oldim? Men qaysi taqdirning qo'ynida ochiq to'lg'invodim. Qan aralash yoshlarimning javobkori kim? Javobi suollar. Amalsiz taqdirlardan qutulishga, uncha go'zal qilishgan men zodi kimning qurboniman? Chekish, qalaymiqan xayollar meni yutib ketayotgan bu savollarni o'zimni izlayman. Hada, sizni saqlayapman. Uyingizga o'tirib qo'ying. Biz bir oyliklar qo'rosada siz bilan ko'rmayman. Do'stlarim sizlar o'ylagan kiyimlarni kiyishni bek yaxshi ko'radi. Men ham shu. Bugun men shofirimiz bo'laylik. Bundan qo'llarimdan so'rab meni mashinasiga chiqardi. Mening davolanish ahvollarimni, yotoqdan chiqish sabablarimni ham doktorimning oxirgi xuloslarini 5 qo'ldek biladigan bu sestra changildab so'zlab diqqatimni o'ziga tortmoqda edi. Men azoblarimni yoshirish uchunmi yoki o'zimni qaysar ko'rsatish uchunmi aytavur bir sabablarim bilan o'zimni zo'rlab turib mashinani doktorxonadan sirtqa qarab haydayotgan sestraga maqsadsizlar. Sestra bo'g'iningizga uzun bo'ldimi? deb savol qo'ydim. Hada, kasal, doktor. Doğru to'g'risida savolmi yo'q, javobmi yo'q. Men sizni har kuni qo'roda cheniqqan vaqtlarda ko'raman. Sizga havas qilaman. Kiyim loyiliguchi faxrimizsiz. Xonim qizlarga go'zallik beg'ishlag'uchi, moda eqimini namoyon qilg'uchi mening davrdishimsiz hada. Ne xo'shallig'i bo'lsin bu so'zlarning. Faqat ojiz nafaslarim bilanla kishilar orasidaman. Meni allaqachon o'limning vahimasi yolmab jutmoqda. Men o'limdan emas, shu nejis kasaldan jirganmoqdaman. Shuncha pokiz yashaganman. Shu mudhish bir kechaga onamni, baxtimni, xushallig'imni, oilamni, hammani, borlig'imni yo'qotganman. Yo'q, tatavagan. Har kuni tushlarimda qora gavdaning sesiq tiniqlarida qiynalayotganman. Qiymi-chiymi bo'layotgan ojiz, sutdek suzuk tallarim. Qo'yivat deb qorong'u kechini bir olgan vaqirashlari. Mudhish razillik. Inson qalbidan chiqqan noahli. Keldik hada. Uyingizga birga kirsam ruxsatmi? Menga qora soydak agishib, meni qiynayotgan xiyollardan o'zimni tortib. Bo'ladi, singlim. G'ayribliqqa chiqib turadigan ijara uyimga sestra singlimni taklif qildim. G'ayrib uyimni yolg'iz tashlag'inimga xeyli zamonlar bo'ldi. To'g'ri tushuning. Ammo sizni ko'p turg'izolmayman. Chunki miskinlik chiqib turadigan bu uy sizga toza yaxshi kayfiyat berolmaydi. Ko'nglimdagi beoromligimni o'dilla aytdim. Qaysar hadamsiz mening. Oldi bilan uyingizga bir kiray. Meningmi sizga aytadigan hikoyalarim bor. Anglaysiz? Bag'ringizga bossiz meni. Jinim hadamsiz mening. Bu fursatni kutganimga uzun bo'ldi. Oxir fursat bo'ldi mana. So'zlaymiz, anglaymiz.
Sestra qiz yumshoq, oppoq, shifoliq qo'llarini menga ko'rsatib turib, so'zini davom qildi. Oxirida mushu xosiyatli qo'llarim bilan sizni rohatlik uyquga boshlayman. Men uyqudan qo'rqaman. Ko'zlarimni qayta ocholmasligimdan qo'rqaman. Voy, uningga texi baldur hada. Hayotga bo'lgan muhabbat hammani yengadi. Ishining hada. Yashashdan voz kechmasakla mo'jiza yuz beradi. Sizning hammani yengib ketalaydiganligingizga ishonaman. Shundoq. Men yengish uchun, boshdan boshlash uchun, alamlik pig'onlarimni hech kimga ko'rsatmaslik uchun, dafsanda qilingan tenimni poklash uchun, qisqasi qaytadan tug'ilish, qaytadan yashash uchun 16 yoshimda bu shaharga kelgan ochiq hikoyasi bor bir qiz edim. 12 yil faqat shu bir kechining hayotimdan chiqib ketishi uchun tirishdim, tirmashdim, alamlarimni dengizga to'kdim, azoblarimni shamolga uchirdim. Lekin ko'sh taqdirim shu orzu armonlarimni kammaslarga ep qochmoqda. Meni har sabab bilan o'tga ko'ydirmoqda. Qiynalganim o'zimga ayon. Lekin men yashashni xohlaydim. Mening bolaliqim bo'lgan, lekin yoshligim bo'lmagan. Mening qilin tashliq kitoblarim bo'lgan, suyimlik savog'doshlarim bo'lgan, mehrlik muallimim bo'lgan, lekin o'qiyolmagan. Muallimim bilan pinhon xo'shlashgan. Muallimimga yashashga va'da bergan. Yashash uchun yolg'iz safarga chiqqan ojiz bir qiz edi. Hada, eshikni men ochay. Men ochiq xiyollardan uyg'onolmayotdim. Ochqishni har qancha diqqatim bilan qo'libga solsammi, ocholmadim. Sestra singlim qo'limdan ochqishni oldi. Chiroyli qizni uyimga boshladim. Biz nimalarni dedik, nimalarga kuldik, nimalarga yig'ladik. Kallam qup-quruq. Faqat qo'nib qiling deb yig'laganim esimda. Men ochiq bir og'riqdan uyg'ondim. Yotoq darisidan kiragan tong shamoli uyni bir og'an edi. Sestraning hasratlik o'q tatib turib, azoblarimni yuragi bilan tingshaydi deb sizni xoladim hada. Muhabbat shundoq ulug'mi? Voz kechmak shuncha qiyinmi? Hayotimning oshig'i. Men hayotim bilan yaxshi ko'rgan umrlik hamra bo'lishga va'dalashgan yigitimmi? O'miz yollang'uchi. Juqtirvag'uchi. Uyimning to'rt temidan kelgan aks ovozlardan boshlarimni qo'llarimning orasiga elib, taqdirdoshlarimning taqdiriga o'ksib yig'ladim. Udul kelgan yerlarga ustidim. O'zimni har yonga otdim. Do'milidim, qaqshidim. Har narsaga bo'ldim. Lekin hech nimani o'zgartirolmadim. Faqat ochiqni yutdim. Ochiq meni yutdi. Muhabbat qoriga qilib qo'ygan. Hayotining tavakkulchisi. Muhabbatga shartsiz quchig'ini ochgan. Hayotini do'g'i tikkan dardman chiroyli go'zal singlim. Muhabbat. Sen kimlarga shirin, kimlarga alamdursan, ham kimlarga kuch mag'dur, kimlarga amalsizlikdirsan. Bizning yoshligimizga, go'zal orzularimizga, biz suygan kishilarimizga, hattoki norasida bolalarimizga tahdid ep kelayotgan, bizga xiris qilayotgan aydis virusi. Kelishlaringmi maxfiy, elib ketishlaringmi o'zgacha bo'lgan, nejis,
jirginishlik bo'lgan nejis kasal. Men yana xiyollarimda yashayapman. Quloq tubimda doktorimning Hayatınlarını qoğdaşni qachonmi o'rganasizlar? Qachonmi hayotni suyishni o'zinglardan boshlasizlar? ochiq alamda aytilgan shu so'zlari. Ko'z oldimda muhabbat uchun shig'lagan, muhabbat uchun bag'rini ochgan bir jup oshiqlar. Quloq tubimda biz mushu bahor eyida, bahor chechaklarida to'yg'ib putishgan degan alamlik nidolar.